tushunsiz sizga ma'lumot berishingiz kerak ekan. Qanaqa ma'lumot bilan chekdingiz? Yuridik bo'yicha shartlari, muddati, foizi, imtiyozlari taqdim. Ya'ni yaqinda shaxslar bilan natijalar 18%dan asos vosita foizi 18%dan 84%ga 24% imtiyozlari bilan ta'minotchi avariya yetkazib beruvchini shu orqali bu kredit taqdim qilishingiz mumkin. Agar noma'lum aylanmalarni to'g'ri tushunmagan bo'lsa, bu shu ya'ni muddati 36 oyga kamayib qoladi. Endi yaqinda o'zi yo'nalishlari bor. Qonunda tasdiqlanmagan hozirgi kundagi qonunda tasdiqlanmagan yo'nalishlarga yaqindalarga garovsiz agar garovlarning bo'lsa 500 milliongacha, agar natija bo'lsa bu summa garovsiz million, garov bilan 5 milliardgacha, ya'ni garov summasidan kelib chiqqan holda 5 milliardgacha shartlar o'zgarmaydi. Keyin bu holatda ish o'rin yaratish talablari bo'ladi. Natijada jismoniy shaxslarga o'tadigan bo'lsak, jismoniy shaxslarga o'zimiz bank yo'nalishlari bor. Hozirda o'zimiz bank yo'nalishlari bo'yicha shu ariza orqali bizga murojaat qiladi. O'zimiz bankimiz bizga ham o'z yo'nalishlari bor. Ba'zi yo'nalishlarga ajratamiz. Masalan, chorvachilik shunga o'xshagan yo'nalishlarga ajratamiz. Sababi bu holatda maqsadli o'rganishni maqsadli tekshirishni qo'llanishga mashg'ulotda 18%dan 84 oyga 24 oy imtiyozlar bilan ajratiladi. Jismoniy maqsad aylanmalar endi buni pul chiqarib berilishi alohida bilan korporativ kartalar ya'ni shu korporativ kartalar orqali shu sotilgan mahsulotni terimdan orqali savdo qilib olishga